وإذا قيل لهم اتقوا بين أيديكم ومن خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيكم من آية من ربكم إلا كانوا معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ادخلوا ما يشاء لكم فما أنتم إلا في ضلال مبين. بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Rabbim Allah şu okuyan Kur'an'ımını Allah'ın hatalarımız Allah'ın geçirgin kendimiz uzun tuğdurgen okuyan Kur'an'dan fasılırken sağlıklan evvelim var Allah uzun gönlünü bakışlarını Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e aile azı sahabelerine Allah'ın şu manzıdan uçup ketken Kuda halam Osman ismine Afg'onisi buvim, Muhammadali dodam, Nurusa onam, Mirzoyed otam, Zebi xolam, Alham To'zon jiyanim, yana qo'l ko'tarib turganlardan kimlarni o'tganmiz dasturxon bo'lsin oldidagi orqalari bo'lsin yotgan joylari Qur'on nurlaridan yoritilgan bo'lsin qabr azobi jahannam do'zax azoblaridan Alloh o'zlasin bu dunyoda jannatlarning atrofida misrat qilib o'tgan oyoqini sobit qadam qilib to'g'ri bilmagin Allohim dunyoga oxirat shu xonadonda maqsuma ham tanjolar sobit farzandlarni rohatini ko'rib yursinlar Allohim Allohim qilib yetgan ihsoningizni Alloh dargohida qabul qilsin Allohim keyingi yilga yana shunaqa Ramazon oylariga xatomizdan hammamiz chiroyli dastur atrofida o'tirishni nasib etsin.